Sharqi Turkistonda madaniyat qirg'inchiligi ep berayotgan Xitoy assimilyatsiya siyosatini kun sayin kuchaytirib, har kuni yangi shakllarda ijro qilmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Sharqi Turkistonning Yangisar noyasi va boshqa nurg'un joylarda Ko'ngzi haykalini tiklab o'qituvchi va o'quvchilarni ta'zim qildirib, itoat bildirishga majburlagan. Amerika va Xitoy urush paraxotlari Xitoyning Janubiy dengizga talash-tortish rayonida xatarli yaqinlashdi. Xitoy mazkur rayonga kirgan Amerikaning Decatur nomli qo'g'ilg'uvchi paraxotiga qarshi urush paraxoti avatdi. Amerika harbiy amaldorining bildirishicha, Xitoy paraxoti Amerika paraxotiga 41 metrgacha yaqinlashgan va ogohlantirish bergan. Hindiston Oliy sud mahkamasi bir Hindi dini butxonasida 100 yillardan buyon ayollarga qarshi yurgizayotgan haj faoliyatidan cheklash barobarlik prinsipiga xilof ekanligiga hukm chiqardi. Bu mahkama barobarlik prinsipiga xilof degan sabab bilan mazkur cheklimani amaldan qoldirib o'tdi. Yaqinda buyon Hindiston Oliy sud mahkamasi nurg'unlagan nomuvofiq belgilamalarni tartibga solgan. Amerika Mudofaa ministrligi Eronning Suriyada Fırat daryosining sharqiy qarta eppagan boshqarilgan bomba hujumlarini mas'uliyatsizlik deb atadi. Besh burchaklik bino bayonotchisi Robertson Eronning oldingi kuni Suriyaning sharqidagi ba'zi nishonlarga eppagan hujumining Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh armiyaning xabarsiz ep berilayotganligini bildirdi. Amerika F-35 tipli aeroplanlarning Turkiyaga topshirilgan vaqti e'lon qilindi. F-35 tipli birlashma hujum aeroplani planining muavin mudiri admiral Matt Winter, ya'ni 2 F-35 tipli aeroplanining kelar yili mart oyida Turkiyaga topshirilishi mo'ljallanayotganligini aytdi. 4-avlod urush aeroplani bo'lgan F-35 ning havodan havoga hujum kuchi 4 darajasi ortiq, yerga bo'lgan hujum kuchi 8 darajasi kuchlik.